Allo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muslima opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Rahmat. Muslima opajon, bugungi qutlug' tavallud ayyomingiz muborak va go'zal yoshingiz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Biz sizga eng samimiy, eng beg'ubor tilaklarimizni yetkazish maqsadida qalb satrlari loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Rahmat. Opajon, bugun sizni quvontirish, dilingizni tog'dek ko'tarish istagida bizga g'oyat qadrli bo'lgan insonlaringiz murojaat qilishgan. Alaykum. Rahmat. Sog' bo'lsin. Qani o'zingiz taxmin qilib ko'ra olasizmi? Yaqinlaringiz? Yaqinlar to'pda endi kimlarni aytaylik? Qani taxmin qilib O'zi ko'ring. ayta qo'ying. Hammalari men uchun qadrli. Judayam yaxshi. Bo'lmasam sizni ko'p qiynamasdan, menimcha tug'ilgan kun tabriklari bugun sizga judayam ko'p. Sizni qiynamayman, vaqt yordamlashaman. Bu sizga tabrik yo'llagan insonlar qadrdonlaringiz, hamkasblaringiz Nozima opa, Yulduz, Iqbol va Bargida opa nomlaridan. Rahmat. Ular bugun nafaqat bayramingizni qutlash, balki sizga bo'lgan cheksiz hurmatlarini butun dunyoga aytishni istashdi va bizga murojaat qilishdi. Agar ruxsat bersangiz, Muslima opajon, ularning nomidan yo'llangan eng go'zal, eng qaynoq dil izhorlarini ham sizga o'qib eshittirsam. Rahmat. Eshittiring. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum, Muslima opajon. Katta hamshira degan sharafli nom ortida qanchadan qancha uyqusiz tunlar, sabr, matonat va har bir insonga ulashilgan cheksiz mehr yotadi. Siz o'zingizning ko'p yillik boy tajribangiz, har birimizga ko'rsatilgan alohida g'amxo'rligingiz, samimiy tabiatingiz va adolatli rahbarligingiz bilan barchamiz uchun aziz, mukammal va betakror insonsiz. Sizdan nafaqat ish o'rganamiz, balki hayotda qanday go'zal ayol, qanday oqila rafiqa va mehribon ona bo'lishni ham o'rganamiz. Siz jamoamizning iftixorisiz. Xonadoningizdan fayzu baraka va totuvlik hech qachon arimasin. Umringiz davomida sizga yelkadosh bo'lib kelayotgan turmush o'rtog'ingiz, ko'z qorachig'ingizdek aziz farzandlaringiz hamda hayotingiz mazmuni bo'lgan shirin shakar nevaralaringizning baxtiga hamisha sog'-omon bo'ling. Sizdek oliyjanob inson bilan bir jamoada ishlash biz uchun ulkan baxt va sharafdir. Mehnatlaringiz, o'gitlaringiz uchun sizga chin qalbimizdan ta'zim qilamiz. Bahor chechaklari bo'lsin arg'umon. Siz nurli insonsiz, baxtli begumon. Bayramla qutlayman, bo'ling shodumon, har kuningiz o'tsin bayramday har on. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya dil izhorlariga yakun yasabdilar opajon. Rahmat katta. Men ham ularni yaxshi ko'raman. Mehmonim kelib qoldi, qolganga eshitaman. Xo'p. Muslima opajon, yaqinlaringiz, jigar farzandlaringiz va sadoqatli hamkasblaringiz ardog'ida doimo mana shunday latofatli, nuroniy va go'zal bo'lib yurishingizni tilab qolamiz. Tug'ilgan kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Alacak, salça salacak, uyuma baracak. Şu gitarist kalminizmden köylümü alacak. Gül alacak, salça salacak, uyuma baracak. Şu gitarist kalminizmden köylümü alacak. Ben sana yok 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 demeyemem. Aşkma bırak. Göremen oyla. Göremen oyla. Ben sana yok 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 demeyemem. Aşkma bırak. Göremen oyla. Göremen oyla. Pul tapacak, maşin alacak, keyinçak